Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun mana yangicha polo kabinali 1 tonnali motorlarimiz chiqqan. O'shani obzor qilib beramiz, xudo xolasa. 6 tormozlar kelgan bo'lsa, jitkisli tormoz bo'ladi. Balonlar katta Cherokee 5-12 balondan. Oyna arteriallar elektronli bo'ladi, knopkada. Jitkisli tormoz, telefon postavka, kaltlar, kabel taqan pultlar bilan dugalari, polo kabinali bo'ladi. Panishlari bor. Orqadan o'tiradi, tushadi. Komplektda magnitofon bor, через Bluetooth ulanadi, zaryadchik, poliglari. Bortda kelgan bo'lsak, bortda 180 ga 130 bo'ladi. Tiyagalari bu yonboshlari 5 ta botli, yaxshisidan 5-12 diametrli balonlari, orqalari ham. Keyin zapaskasi ham bor komplektda. Zapaska baloni ham 5-12 lik 5 ta botli bo'ladi. Tiyagalari bilan. Tomi ham baland. Boshda ipolmaydi. Bo'yni ochiq odamlarga ham. Akkumulyatori kelgan bo'lsa 58 amperlikdan 6 ta, motor miyasi 1800 talik. Ko'rsatib beramiz. Mana profillari 2 talik. Taylari ham qalindan. Resorlar 2 talik, prujinka qo'yilgan, amortizator ham 2 talik bo'ladi. Motor miya 1800 talik. Akkumulyator 58 likdan 6 ta bo'ladi. Tezligi maksimalni 40 ga chiqadi. Zaryadkasi 60 km yetadi. Narxi kelgan bo'lsa, narxi $1200. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida bortirib beramiz. Qolgan viloyatlarga kelishgan holat telefon qilib olasizlar. Kimga telefon kerak bo'lsa, telefon qilib bemalol bog'lanishlari mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar telefondan so'rasizlar bemalol. Rahmat.